Hey yo, hammaga salom. Sizlar bilan Shaxs Games kanali. Bugungi videomizda Car Simulator o'yinida nechta mashinamiz bor? Hammasini ko'rsatib chiqaman sizlarga. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, like va komment yozish ham esdan chiqmasin. 1-2 ta bo'ldi, 2 mashinamiz. Ketdi, boshlaymiz. Voy, sekin. 2 ta mashin medga beramiz. Endi set marcherini bosamiz. 2 ta mashinamiz bor, sanab chiqamiz option. Yangi Dacia degan video ham chiqayapti. Birinchi qismini chiqardim. Endi ikkinchi qismi tayyor bo'lib turibdi. YouTube'ga joylasam bo'ldi. U ham bo'ldi. O'zim edit qilib joylash kerak. Ikkinchi qismini 2 ta mashina bo'lsa, bitta ikkili garajimizda 2 ta bor. U birinchi garajimiz uyimizda 2 ta Mercedes. Bu garajimizdan 2 ta mashina bor. Bilmayman to'g'risi. Bu Cadillac ekan bu. Cadillac'imiz turibdi. Cadillac. Bu mashina Nissan GT edi menimcha bu mashinaning nomi. Bu 4 ta bo'ldi. Hammasi bo'lib hali ko'p video bugun cho'zilib ketadi. Hali ko'p mashinalarimiz bor. 4 ta bo'lsa 4 ta bor. 4 ta mashina bo'lsa, bu garajimizda nechta ekan? 4 kiramiz. Bu garajimizda ko'p. Voy ket. 1 4 5 6 7 8 9 ta mashina bor. 3 garajda, 2 ta uy, bitta garajdan 9 ta mashina. Salkam 10 ta mashinami bo'ladi ekanda. Keyingisi qayerlarda yotibdi mashinam bilmayman o'zim ham. Qayerlarda keyingida mana shu yerda uyimda bor 3 ta mashina. Set marker ketdi. Uyimga borishim. Bu o'yinning nomi Car Simulator 2 mod versiyasini olib qo'yibman. O'zbekcha o'yinlar kerak bo'lsa yoki o'zbekcha GTA'lar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga tashlab qo'yibman. Telegram kanalim silkasi YouTube profilim tagida turibdi. Telegram deb qo'yibman. Kirib mazza qilib yuklab GTA'ni o'rnatib bilmaydiganlar o'rnatish videosini ham YouTube'ga joylab qo'yibman. Bittadan bor. Bu birinchi qism degan videoda chiqqan edi bu. Shunda nima mashina borligini ko'rganlar biladi buni. Unda 3 ta 10, 11, 12 ta bo'ldi. Bitta Lamborghini, bitta Lada Jiguli, bitta Mercedes. Oldi Mercedes. 3 ta 12 ta bo'ldi dedim. 12 ta qaysidir yana bir yerda bor.
Set markanini bosamiz. Shu yerga ketamiz davay. Olti 5 kilometr ekan. Yetti bo'lmasa. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasa, yangi yilgacha 100 ta bo'laylik, xatayabi. Keyin nima o'yin, qanaqa o'yinlardan video olishni xohlaysizlar, shuni ham yozib ketinglar. Bu videoni olib keyin edit qilish kerak. 1 soat edit qilaman buni ustida. 12 ta edi, esdan chiqmasin. Yana vilan bu. Vilya 12 ta mashina bo'lsa, uzoq yerlarga bormayman, to'g'risam. Yoki borishim mumkin. 12 ta bo'lsa, bu zikr 13, 14, 15, 16, 17 ta. Bitta mashina ekan. Boshqa yerlarda bormi ekan? Meni uyim ko'p. Shuning uchun nazorat qilib ko'ramiz. Kars degandan bitta garajimda yo'q. 17 ta mashina. Mashinani ana uzoq, shitla uzoq. Shuning uchun ko'ramiz. Kars. Yo'q. 17 ta mashinam bor ekan. Bu Lexang mashinasi, bu elektrichka. Lexang mashinasi. Lekin tezligi zo'r. Komfort, zaryad, mashinani zaryadi ko'p ketmaydi. Haydab ko'rdim. Numeri 778, ko'chada ko'rib qolsanglar. Ko'rib qolsanglar, aytib qo'yinglar shu mashinani. Zikr. Ularni kamdan kamaydiman, nimaga deysizlar. Rasvoti ko'p-da bu zikrni bo'lani. Bitta mashinani zaryadi yoki gazi o'ylasam 7 millionga boradi. Car simulator o'yiniga 7 millionga bir zapravka qiladilar. Bu undan tushgan, tez yeyadi. Orqasiga qaranglar buni, qora tutun chiqib turibdi, qora narsa chiqib turibdi. Shu motor ko'p yeyapti-da. Shuning uchun mashinaga gaz bersam, ko'rsataman. Ro'shnoy torttirib, mana qop-qora bulutga o'xshash narsalar chiqib ketadi. Bilmayman nimaligini. 17 ta mashina bo'lsa, 3 ta Mercedes, bitta Cadillac, keyin bitta Nissan GT, bitta Citroen 007, bitta Lexang 9 degan mashina, bitta Land Cruiser nimani mashinani odini bilmayman. Bitta Corvette. Shohaykini mashinasi. O'sha o'zi. Ha. Shuni bolalar, sizlarga bitta gap aytajak edim. Shu esimda. Shu diskaga yarashib turibman mashinaga. Shu diskaga yarashmandi deyapti-da.
kommentariyaga yozib ketinglar. Yarashgan bo'lsa yarashmadi deb yozinglar, yo yarashgan bo'lsa yarashdi deb yozib qo'yinglar. Ha, sizlarga aytingchi. Sizlarga Messi or Ronaldo qaysi biri fanatisizlar? Uni ham kommentariyada yozib ketinglar. Keyin Mercedes va BMW ham yozib ketinglar. Kim fanat ko'proq ekanda. Sizlar bilan shu yerda videoni yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Sharq Games bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha